Oqsil biosintezi barcha tirik organizmlar hujayradan tashkil topgan bo'lib, hujayra tiriklikning tuzilish, funksional va rivojlanish birligi hisoblanadi. Evkariot organizmlar hujayrasi markazida joylashgan yadro o'zida oqsil biosintezi uchun kerakli bo'lgan barcha informatsion axborotni saqlaydi. Inson yadrosi, ya'ni inson hujayrasidagi yadrolarda xromosomalar joylashgan va ularning soni 23 juft, albatta somatik hujayralar hisoblanadi. Yadro tarkibida DNK va gistonli oqsillar birgalikda kompleks birikmalarni hosil qiladi. Aynan DNKdagi axborot yordamida oqsil sintezlanadi va uning faol holatiga kelgani gen deb ataladi. Gen bu bir molekula oqsilning biologik sinteziga javob beruvchi DNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi deyiladi. Aynan DNKda joylashgan axborotni ribosomaga, ya'ni oqsil sintez qiluvchi fabrikaga olib borishi uchun RNK polimeraza fermenti hosil bo'ladi. RNK polimeraza fermenti qo'sh zanjirli DNKdagi axborotlarni informatsion RNKga, bir zanjirli informatsion RNKga sintez qila boshlaydi. Albatta, ribosomadagi oqsillarning sintezlanishi DNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi boshqaradi. Aynan yadroda joylashgan qo'sh zanjirli DNK dan informatsion RNKning sintezlanishi jarayoni transkripsiya deyiladi va u yadroda kechadi. Informatsion RNK hosil bo'lgandan so'ng yadrodan chiqib boradi va oqsilni sintez qiluvchi fabrika deb nomlangan ribosomaga olib boradi. Aynan ribosomada informatsion RNKdagi joylashgan nukleotidlar, ya'ni axborotlar o'qiy boshlanadi. Har bir o'qilgan axborotga monand bo'lgan aminokislotani transport RNK tashib keladi. Birlamchi barcha tiriklikda 20 xil aminokislotalar bor va ularni 61 ta triplet bilan kodlaymiz. 3 tasi esa terminator kodon hisoblanadi. Transport RNKning bir uchida aminokislotalar, bir uchida esa aynan informatsion RNKga mos bo'lgan axborot joylashgan. Har bitta triplet kelganda informatsion RNK, ya'ni ribosoma har bir tripletni o'qiganda DNK unga monand bo'lgan aminokislotani olib keladi. Hamda aminokislotalar o'zaro peptid bog'lar yordamida birikib oqsilning birlamchi strukturasini hosil qiladi.